Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Qalaysizlar o'zinglar? Qani chirigan apelsin nimalar deb tashladingsan вообще? Sani og'zingni yirtib, mana chakagingdan tortib, kindigingda turadigan qilib qo'yaman sen chakagingni. Ipoteka xizmati sizlarga ham nima bo'pti? Kollaboratsiya qilib, boshqa qilib, masalani hurmatinglar, menga chiqdinglar, bo'ldi, mayliga qo'y. Shunga javob qilmay turing degan joyim edi. Sal o'zinglardan ketib qolmadinglarmi? Bundan keyin aytib qo'yapman, sizlarga ham yurish qo'raman ipoteka xizmati. Sal o'pkalarni bosib olinglar. Sani bo'lsa, qora yaloq, og'zingni yirtib qo'yaman men sani. Xo'p, men indamay kelib qo'y, mayli dedim, shu ketidan ipoteka xizmat chiqdi. Shunga javob qilmay turing, keragi yo'q, mayli gapiraversan ayol kishi deganimga. Nima sen o'zingdan ketyapsan sen? Ha? Men yana ham indamay turibman. Men senga qilgan postupkamni chiqib gapiradigan bo'lsam, bilasanmi? Mana shuncha auditoriya orasida geroyga aylanib qolaman. Buni o'zing yaxshi bilasan. Sen meni gapimni tushundingga, yana bir marta menga shunaqa gap qilasan, men chakagingdan tortib, chakagingni kindigingda turadigan qilib qo'yaman seni men. Qora yaloq.